O'ljani zo'ri yo'q. Qizim, ma, bechorani yoqib ol. Bak, jona tez, bechorani yoqib ol. Rosa joyiga bordik. Oshna endi faqat barbekü burger yeyman. Bitta steak burgeri ham bor. Barbekü burgerdan ham zo'r oshna. Lokatsiyasi ham zo'r joyda ekan, qara. Ertaroq aytmagan ekansan menga. Assalomu alaykum akalar, ehson qilinglar. Onam kasaldi. Voy asal qizim, shakar qizim. Onang kasalmi? Qanaqa kasal? Dadang qayda? Dadam tashlab ketgan. Ukamga pampers bilan qarshi olishim kerak. Iltimos akajon. Sani uying qayerda o'zi? Qo'yliqda, Voy, qo'yliqdan nimadan kelasan? taksida. Voy, hali sen taksida yurasanmi? Siz meni jinni deb o'ylayapsizmi? Ha, onangni men rosa gapga usta qiz ekansan, sen o'zi? Men sizlarni tanidim. Kim ekanman? Blogersizlar, u katta bolalar. Iya, sen tilanchi emas, artist bo'lishing kerak ekan, jon-uka. Biz videolarimizni qayerda ko'rasan sen? Voy akalar, sizlar meni jinni deb o'ylayapsizlarmi yoki chumov deb o'ylayapsizlarmi? Telefonda ko'raman. Hali sen telefoning ham bormi? Voy aka, nima deyapsiz? Mani iPhone'im bor, mana. Voy, tilanchilarda iPhone, men bloger bitta iPhone olmabman, shuna? Telefon bu yoqqa ber, pul bersalaring, berlaring. Men bo'lmasa vaqtimni olmalaring. Paytgacha bo'lmasam men 200 dollar topardim. Men singlim. Bittisini o'zim. He, senga yana qancha berish kerak-ku? Manba 5 ming, manba 10 ming. Men pulga o'zlaringiz kelorlar, sen kelib bor. Peshanangga chochak turol. Yana blogerman deb maqtanadi. Chumoli. Asamga buzib, chachimga tatekkizma! Baqa kelgin sen.